Biz hayotda o'sha e'tibordan qochirganimiz muammo yuzasidan yiqilamiz. Istagan payti istagan odam bizdan voz kechishi mumkin bo'lgan bir odamligimizcha qolib ketamiz. Bizni qadrli qiladigan, qiymatli, qimmatli qiladigan narsa nima edi? O'tinni yaxshisini Alloh alodan saqlarkan, insonni yaxshisini nega saqlamas? Assalomu alaykum. Eng katta muammolarimizdan bittasi haqida gaplashmoqchimiz bugun. Bu muammo nima muammo? Bu biz hayotimizga baho berar ekanmiz. Doim bizdan tepada bo'lganlar, ustun bo'lganlar, yaxshi bo'lganlar bilan solishtiramiz. Masalan, kichkinaligimizda bizni xafa qiladigan narsalar maktabga boradigan, biz bilan birga o'qiydigan sinfdoshimizni hayotidagi imkoniyatlar bizni hayotimizdagi imkoniyatlardan yaxshiligi bizni nima qilardi? Xafa qilardi. To'g'rimi? Keyin xuddi mana shunday, ya'ni yonimizdagilar bilan solishtirib borgan sari o'zimizni go'yoki boshqalardan baxtsizroq, omadsizroqday his qilib yashaymiz. Bu narsa tamoman aksi bo'lishi kerak. Buni tushunishimiz kerak. Tamoman aksi. Bu nima bilan bo'ladi? Hozir bu haqida bir nima aytib beraman, hikoya aytib beraman. Xullas kalom, Meksikada bir joy bor ekan. U joyda sisal deb nomlanadigan bir qimmatli ip ishlab chiqish mumkin bo'lgan va u ipdan go'zal matolar ishlab chiqariladigan bir o'simlik o'sar ekan. Bu o'simlikning o'sgan joylari bir toshloq, qoyali, shamollari juda ham ko'p bo'lgan, ya'ni bir noqulay bir joyda o'sar ekan. Bundan tashqari bu sisal degan o'simlik dunyoda faqatgina o'sha joyda o'sar ekan. Va meksikaliklar ham u o'simlikdan qimmatbaho bir xuddi bizda mana ipak bor-ku, buyuk ipak yo'lida. Nega bu buyuk ipak yo'li? Chunki Xitoydan dunyoning boshqa joylariga ipakdan bo'lgan matolar nima qilgan? Yo'lga chiqqan karvonlar orqali, o'shaning uchun buyuk ipak yo'li deb nom qo'yilgan. Xitoyliklar ipakni qanday paydo bo'lishini asrlar davomida bekitib boshqalardan sir saqlashga urinib kelgan. O'sha ipak qurtidan bo'lishi haqidagi ma'lumotni berkitishgan. Xuddi shunday meksikaliklar ham bu ipni, bu matoni qanday qo'lga kiritishayotganlari haqidagi ma'lumotni berkitib kelishadi. Va oradan vaqt o'tgandan keyin amerikaliklar bir shaklda bu o'simlikni o'z vatanlariga olib kelishga erishadilar. Bu sirni fosh qiladilar va o'simlikni olib kelib bir go'zal joyda ekishadi. Tuproq zo'r, yaxshi, unga bo'lgan e'tibor juda ham yaxshi. Hattoki u qadar gurkurab o'sibdiki, boyagi o'simlik Meksikadagidan ham yaxshiroq bo'lib o'sibdi-da endi. Amerikaliklar juda xursand bo'lishibdi. Juda ichlaridan sevinishibdi-da. Sisal bozorini meksikaliklarning qo'lidan oldik degan ma'noda-da endi. Endi bu o'simlikni hosilini yig'ish payti kelganda laboratoriyalarga olib kelib qarashsa, aynan o'sha o'simlikdan o'sha ipni ishlab chiqaradigan o'sha limflar deydi, o'sha to'qimalar, nimalar yo'q ekanda. O'simlik o'sibdi, juda go'zal o'sibdi. Lekin asosiy narsasi o'sha ipni ishlab chiqaradigan, ip olinadigan qismi yo'q ekanda. Darrov olimlar buni tabiiyki tekshirishni, tadqiq qilishni boshlashibdi va sababini topishibdi. Sabab shu ekanki,
sisal degan o'simlik Meksikadagi qiyin sharoitlarda hayotda qolish uchun, o'zini himoya qilish uchun, yashab qolish uchun o'sha ular mato oladigan qismlarini o'zini himoyalash uchun ishlab chiqarar ekanda. Keyin uni ular olib, undan ip qilib, keyin u ipdan mato qilib boshqalarga sotar ekan. Endi Amerikaga kelgandan keyin u qiyinchiliklar bo'lmagani uchun o'sha ip ishlab chiqariladigan, ip olinadigan o'sha qismlarni o'simlik o'zida yetishtirmagan. Tushuntira oldimmi? O'simlikni boshiga kelgan qiyinchiliklar Meksikada va yashash shartlari, u yerdagi qiyin yashash shartlari bu matoni o'rtaga qo'ygan, ya'ni bu qimmatbaho matoni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan eng asosiy sabablar ekanda. O'sha sisal degan o'simlikni qiymatli qilgan narsalar ham mana shu ekan, ya'ni o'sha qiyinchilikka qarshi kurashish va bu kurashning yo'llarini topish va borgan sari tajriba orttirish, rivojlanishi va bu rivojlanishi uni qadrli qilyapti. Boshqa bir tarafdan eng yaxshi sharoitlarda xuddi o'sha o'simlikni olib kelib ekishganda amerikaliklar nima bo'ldi? Bu qulayliklar, bu e'tibor nima qarshisida eng asosiy nimasini yo'qotib qo'ydi o'simlik. Kichik va yoki katta muammolar, biz ularni farqiga bormaymiz, ammo ular bizni tarbiya qiladi. Bizdagi qadrli narsalar ana shu qiyinchiliklarga chidashlar orqali, o'sha qiyinchiliklarni yetishlar orqali, unga qarshi o'zimizda immunitet hosil qilish orqali paydo bo'ladi, o'rtaga chiqadi. Og'riqlarsiz, muammolarsiz hech bir muvaffaqiyatga erishish bo'lmaydi. Asosiy narsa nima? Asosiysi o'sha muammolarni tagida qolib ketmaslik, tagida chirib yo'q bo'lib ketmaslik. Xuddi o'sha o'simlikday. U o'simlik qanday hayot qiyinchiliklariga qarshi kurashib va bu kurashning natijasida o'ziga qiymat topgan bo'lsa bu hayotda, biz ham xuddi shunday bo'lishimiz kerak. Eng og'riqli nuqtalarimizni, eng muammoli nuqtalarimizni ustida ko'proq turishimiz kerak va ana o'sha joydan unishimiz kerak. Ya'ni singan joylarimizdan, mo'rt ko'ringan joylarimizdan nima qilishimiz kerak? Unishimiz kerak, o'sishimiz kerak. Agar buni e'tibordan qochirsak nima bo'ladi? Biz hayotda o'sha e'tibordan qochirganimiz muammo yuzasidan yiqilamiz. Bir zanjirni kuchi uni eng kuchsiz qismini kuchichadir. U zanjirda qanchalik katta nimalar bilan uzilmaydigan qilmang, ichida bittagina kuchsiz joyi qolib ketsa, u zanjirni butun kuchi o'sha joyini kuchichadir. O'sha joyi uzilishi bilan uni ishi bitdi. Bu kurashishlar bizga nima olib keladi? Bizga bir yaxshilik olib keladi. Ya'ni bir daraxtni yana bir hikoya esga kelib qoldi. Bir cho'pon bor ekan, farzandlariga daraxtlarni kesib o'tin qilishga buyuribdi. Farzandlari daraxtlarni kesib kelibdi, maydalab o'tin qilishibdi va eng chiroyli qismlarini ajratib, bundayroq qismlarini yoqishar ekan. Otasi aytibdi, nega buni yoqmayapsizlar? O'g'illar aytibdi, bundan boshqa narsa yasamoqchimiz. Stullar yasamoqchimiz bundan. Buni yoqmoqchi emasmiz. Qarang qanaqa chiroyli. Cho'pon aytibdiki, Alloh azza va jalla o'tinni chiroylisini olovdan saqlayapti ekan, yaxshisini, insonni yaxshisini nega do'zax azobida kuydirsin? Endi bitta savol. U daraxtni
o'sha eng ishga yaraydigan, ajratib qo'ygan qismlari u daraxtni daraxt bo'lishida eng ko'p xizmat qilgan qismlarida, eng baquvvat qismlar. O'shaning uchun u cho'ponning bolalari uni alohida olib qo'ydi. Nega? Uni o'tin qilishga ko'zlari qiymaydi, undan boshqa narsa qilmoqchi. Xuddi shunday biz ham. Xuddi shunday biz ham. Qanchalik qiyinchiliklarga pishib, tovlanib, muammolarni yengib o'tib, o'zimizni ustimizda ishlab, o'zimizni rivojlantirsak, bir joyga kerak bo'lamiz. U ish bo'lsin, boshqa bo'lsin, oila bo'lsin, nima bo'lsa ham bir joyga kerakli bir odamga aylanamiz. Bo'lmasa istagan paytda istagan odam bizdan voz kechishi mumkin bo'lgan bir odamligimizcha qolib ketamiz. Bizni qadrli qiladigan, qiymatli, qimmatli qiladigan narsa nima edi? O'sha bizni ranjitayotgan muammolar edi. Qachonki ularga qarshi kurash yo'llarini topdik, keyin biz hayotda bir darajaga erishdik. Bizdan shunchaki voz kechib bo'lmay qoldi. Bizga bir ishni hayotda topshirishdan odamlar qo'rqmay qoladi yani. Nega? Chunki bizda tajribalar paydo bo'lgan. Bu dunyoda. U dunyoda ham boya aytganimizdek, o'tinni yaxshisini Alloh olovdan saqlar ekan, insonni yaxshisini nega saqlamasin? Jahannam olovida. Shunaqa.